Kompyuter lingvistikasi bu tilning kompyuter yordamida tahlil qilish va tushunishga oid fandir. U asosan sun'iy intellekt, tarjima tizimlari, ovozni tanish kabi sohalarda qo'llaniladi. Hozirgi kunda mazkur sohani rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Milliy universitetida 5 ta davlat ishtirokida konferensiya o'tkazildi. Unda soha rivojiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan professorlar o'zaro tajriba almashdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulbahor Abdulhayeva tanishtiradi. Kompyuter lingvistikasini rivojlantirish va uni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Konferensiya ishtirokchilari korpus lingvistikasining dolzarb masalalari, til ta'limida kompyuter texnologiyalarining o'rni hamda zamonaviy tilshunoslikning nazariy va amaliy masalalarini muhokama qilishdi. Seminar bir vaqtning o'zida Zoom shaklida ham olib borildi. Shuningdek, Polsha, Eron, Qozog'iston va Tatariston delegatsiyasi vakillari o'zlari bilan olib kelgan qo'shimcha loyihalar bilan tanishtirdi va sohani rivojlantirishga doir bir necha takliflarni bildirib o'tishdi. Bugun tashkil etilgan konferensiyada speaker sifatida ishtirok etganimdan xursandman. Biz bugun bu yerda xorijiy tillarni O'zbekistonda o'qitish bo'yicha yangi metod va uslublarni ko'rib chiqyapmiz. Shuningdek, Erondagi talabalar bilan hamkorlikni ham yo'lga qo'yishni reja qildik. Ushbu uchrashuv orqali biz nafaqat kompyuter lingvistikasi, balki boshqa sohalarda ham hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun memorandum imzolamoqchimiz. Mazkur uchrashuvni tashkil qilishdan maqsad tilning yo'qolib ketmasligi, turli xil platformalarda o'zbek tiliga oid so'zlarning tarkibini yanada ko'paytirish va kompyuter lingvistikasini mukammallashtirishdan iborat. Konferensiya davomida O'zbekiston Milliy universiteti hamda Qozog'iston Milliy universiteti o'zaro hamkorlikda ish olib borishi ta'kidlandi. Gulbahor Abdulhayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.